Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlarda yana doktor Erkin Ergashev. Xo'p, bugungi mavzuyimiz bel, oyoq va qo'l og'rig'ini qoldiruvchi 5 ta eng samarali tabiiy malhamlar haqida bo'ladi. Iltimos, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki kanalimizga obuna bo'lmay ko'rayotganlar foizi juda ko'pchilikni tashkil etyapti. Xo'p, bunday bo'lsa, bugungi mavzuyimizni boshladik. Men sizga bugun orqa, bo'yin, bel, qo'l va oyoq og'riqlaridan qutulishga yordam beradigan eng samarali 5 ta malham haqida gapirib beraman. Retseptlarni ham albatta aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz siz uchun foydali bo'lishi aniq. Kimyoviy dorilarsiz uy sharoitida tayyorlangan oddiy tayyorlashlar. Juda ko'pchilik mahsulot ketmaydi, kam. Shuning uchun aytganimdek videoni oxirigacha ko'ring, oz bo'lsa-da o'zingizga ma'lumot olasiz. Birinchisi asal va xantal malhami. Asal tabiiy yallig'lanishga qarshi vosita. Xantal esa qonni yaxshiroq aylantirib beradi va og'riqni kamaytirishga yordam beradi. Qanday tayyorlanadi deyishingiz mumkin. Xo'p, 1 osh qoshiq asal, 1 osh qoshiq xantal kukuni aralashtirib, og'riqli joyga surtib tashlang. Ustidan issiq latta yoki sochoq bilan yoping. 15 daqiqa ushlab turing. Bu usul ayniqsa bo'g'im va mushak og'riqlarida samarali hisoblanadi. Shunday og'riqni qoldirib beradi. Zanjabil va kokos yog'i malhami. Zanjabil mushak bo'g'imlaridagi yallig'lanishni kamaytirib beradi. Kokos yog'i esa teriga chuqur singib og'riqni qoldirishga yordam beradi. Tayyorlanishi: 1 osh qoshiq maydalangan zanjabil, 2 osh qoshiq kokos yog'i. Ularni aralashtirib biroz qizdiring va og'riqli joyiga surib tashlang masenga deb 15 daqiqa massaj qiling, keyin iliq sochoq bilan yopib qo'ying. Terini o'ziga singdirib oladi. 3-si aloe vera va evkalipt yog'i malhami. Aloe vera bo'g'im va mushaklardagi shishlarni kamaytirib beradi. Evkalipt esa og'riqni qoldiradi va tinchlantiradi. Qanday tayyorlanishini bilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, 2 osh qoshiq aloe vera geli, 3-4 tomchi evkalipt yog'i, ko'p emas. Aralashtirib bel, oyoq yoki qo'lingizga surtasiz. Har kuni 2 marta qo'llash tavsiya etiladi. Undan ortiqchasi uji bo'lmaydi. 4-si sirka va dengiz tuzi malhami. Bu usul ayniqsa bo'g'im og'riqlari uchun juda foydali hisoblanadi. Qanday tayyorlanadi deyishlaringiz mumkin. 2 osh qoshiq olma sirkasi, 1 osh qoshiq dengiz tuzi. Aralashtirasiz, latta yordamida og'riqli joyga surtib tashlaysiz. 10-15 daqiqa buni ham ushlab turasiz. So'ng iliq suv bilan yuvib tashlashingiz zarur. Bu qon aylanishini yaxshilaydi va og'riqni yo'qotishga yordam beradi. 5-si barchamizga ma'lum bo'lgan, uylarimizda turgan mahsulotlardan kartoshka va soda malhami. Kartoshka og'riqni qoldirish xususiyatiga ega. Buni bilarmidingiz? Soda esa yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Tayyorlanishi: 1 dona kartoshkani qirg'ichdan o'tkazasiz. 1 choy qoshiq soda qo'shasiz. Barchasini aralashtirib, og'riqli joyga yupqa qilib surtasiz. 20 daqiqa ushlab turing, keyin yuvib tashlashingiz mumkin. Bu orqa, bel, bo'yin og'riqlari uchun, qo'l, oyoq barchasi uchun juda foydali hisoblanadi. Xulosa qilib aytgandan shuki, tabiat bizga juda ko'pchilik shifobaxsh mahsulotlar bergan. Og'riq qoldirish uchun dorilarga qaram bo'lish shart emas. Hozir ko'pchilik mazga yopishyapti, obezbolishi, ya'ni og'riqni qoldiruvchi qanday bo'lsa iste'mol qilyapti. Bu vaqtinchalik. Organizm ichaverasiz, organizmga keyinchalik u ta'sir qilmay qolishi mumkin, undan kuchlisiga ham o'tib ketasiz. Keyin o'zimizni tanish-ku deydi organizm ham. O'sha eski dori, keyin majbur yana kuchlisiga o'tib ketaverasiz. Shu bilan ta'sir qilmay qoladi. Xo'p, ishlatib ko'ring, albatta natijalarni izohda yozib qoldiring. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lish va do'stlar bilan bo'lishish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda yana foydali maslahatlar beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.